boshlaymiz. Sen jo'shib kuylaysan qo'shiqlaringda. Olam armonlari mujassam hofiz. San'at olamida parvoz etgani. Lochin qanotlaring so'nmasin hargiz. Assalomu alaykum, hurmatli samarqandliklar. Aziz qo'shiq shaydolari. Avvalambor sizlarni, siz orqali oila a'zolaringizni, o'lkamizga kirib kelgan yangilanish, yasharish, go'zallik bilan kirib kelgan Navro'z bayrami bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Shu bilan bir qatorda bugungi kunda ro'za-i Ramazon oylarida, shu bilan Arafada sizlar bilan uchrashib turibmiz. Ijozatlaringiz bilan bugungi konsert dasturini boshlashga ruxsat etingizlar. Shu munosabat bilan aziz do'stlar, O'zbek milliy maqom san'ati Samarqand viloyat hududiy bo'limi, viloyat musiqali drama teatri hamda Samarqand viloyat teleradio kompaniyasi hamkorligida an'analar etadi davom deb nomlangan aytishuv konsert dasturini tashkil etgan. Bugun esa ikkinchi sonini siz aziz tomoshabinlarga taqdim etamiz. Yer sahnaga hurmat ehtirom bilan Zarafshon gazetasi bosh muharriri, Respublika Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoir, senator Farmon Toshevni hamda viloyat kasaba uyushmasi raisi So'hrab Abdulg'aforovlarni taklif qilaman. Marhamat. E'zoz taqdim topadi, havolar yog'di, qo'llarga ko'milgan uning faryodi, qora toshlar gulga aylanib qoldi. Boshlangan baxtim deb etarman ko'z-ko'z, tashrifinglar o'zim urgilay Navro'z. Hamda sahnaga aziz do'stlar, viloyat hokimi o'rinbosari Rustam Qobilovni taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi aytishuv, bugungi katta bir madaniy tadbirda ishtirokchilari. Bugun mana sahnada ko'rib turganimiz, bugun sahnamizdan boshqacha chiroyli. Ikkala tomonda chorg'ushlari bugun tadbirga tayyorgarlik ko'rishib turishibdi. Bir narsani alohida aytishimiz kerak, jonli ijrodagi qo'shiq shinavandalar, haqiqiy san'at qadriga yetuvchilar bugun shu zalda to'planib turishibdi. Men bugun qo'shni millatlardan ham shu konsert kelganlarni ko'rib nihoyatda xursand bo'ldim. Ya'ni bizni san'atimizni jonli ijroda o'lmasligini, davomiyligini ta'minlab beradigan ushbu san'atkorlarimiz bugun Bekmurod akaga ham, Azim akaga ham o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va mana ikkinchi qismi deyaptilar, xo'p bu qismlar nihoyatda ko'p bo'lsin. San'atkorlarimizga yanada shu ijodlariga baraka tilaymiz. Degan tomoshabinlarimizga qadamlariga hasonat. Mana ertaga muborak Ramazon oyini, bugun oxirgi kuni, ertaga Hayit bayrami, barchani millat hokimligi nomidan Hayit bayrami bilan tabriklayman. Barcha bilan yaxshi kunlarda shunaqa tadbirlarda ko'rishib turish har doim nasib qilsin. Sog'-salomat bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz san'atsevarlar, aziz birodarlar, qo'limiz ko'ksimizda. Sizlar bilan bugun tabarruk kunlarda ko'rishib, yana birga tomoshabin bo'lib turishimdan baxtiyorman. Omon bo'linglar doim. Azizlar, bugungi davramizning mohiyati, xosiyati juda katta. Avvalambor tashkilotchilarga sanab o'tildi hammasi, ularga men qulluq qilaman. Nima uchun? Chunki bizning xalqimiz o'zi avvaldan mana shunaqangi bahslar va munozaralarni tashkilotchi bo'lgan. Bolaligimizda bilasizlar, oq terakmi, ko'k terak degan narsa bor. Mana bu chaqqon bolalarning haqiqiy musobaqasi, to'g'rimi? Oq terakmi, ko'k terakda qolaversa keyin baytbarak degan narsa bor. Bu ko'proq to'ylarda haligi qiz yigitlar o'tirganda ikki tomonni aytish kerak. Turli she'rlar aytib, kim oxirigacha aytadi degan, to'g'rimi? Mushoira degani bor, shoirlar o'rtasida bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday o'zining she'rini o'qiydi. Nihoyatda ko'p bularni sanayversak-da, bu yangilik emas, lekin biz unutyapmiz. Biz unutgan bo'lgandik ko'pini. Mana 2007-yilda bir marta o'tkazdik, mana shu yerda ikki marta o'tkazdik, shu bilan qolib ketdi bu narsalar. Men buniki yana bir bor maqom ansambli rahbariyatiga, teatrga juda katta rahmat aytaman.
Bu yaxshi narsa, buni tiklash kerak. Bu nima uchun kerak? Aytishuv degani nima degani? Bu bir kurash emas, bahs emas, lekin gap shundaki, u yangilikka bizni chorlash kerak. Bugun kimnidir ovozi bilan qo'shiqni aytib, kimnidir qo'shig'ini o'zini ovozi bilan aytgan odam ertaga o'zini ovozi bilan shuni o'zini qo'shig'ini aytish kerak. Yangi shoirlar, yangi matnlar, yangi ashulalar, yangi sozandalar, yangi xonandalar paydo bo'lishi kerak. Mana bu aytishuv deyiladi. Shuni esdan chiqarmanglar. Zo'r-zo'rlar aytishganda mana bu yerda o'tiradi bizga o'xshaganlar keyin. Ana uni hayron qolib o'tiradi. O deydi. Yosh xonandalar o'tiradi hayron qolib. Erta men shu qatori chiqsam bo'lmaydi deydi. Men ham Azim Quvondiqov bo'laman, men ham Bekmurod Safarov bo'laman deydi. Bilasizmi? Mana biz uchun nima kerak? Bu tarbiya bu. Mana 2 soat o'tiramiz, qancha o'tirsak ham shu yerda bizning farzandlarimiz mana bizdan kelgan yosh kattalar teatr nima ekanligini ko'ramiz. Uni atrofidagi xizmat ko'rsatishini ko'ramiz. Madaniyatni ko'ramiz. Munosabatni o'rganamiz. Bu juda katta biz uchun katta bayram. Shuning uchun yana bir bor aytaman. Hashrotlarga qulluq. Hamisha biz buni yoritamiz, xalqqa yetkazamiz. Hammangizga men yaxshi kayfiyat tilayman. Umrimiz hamisha aytishuv bo'lsin. Er xotinda aytishuvdan joni kiyib ketdi janjallardan. Qaynona kelinlarda aytishuvdan, ulfatlarda aytishuvdan restoranda o'tirib, biz mana bu davralarda, sahnalarda aytishaylik. Biz yaxshi so'zlarni aytaylik. Biz shirin so'zlarni aytaylik. Toki o'zimiz ham zavq qilaylik va bolamiz ham bizdan ibrat olsin. Biz birovdan bir narsa olmasak, bolamizga bera olmaymiz. Ular olaylik ham, beraylik ham farzandlarimizga. Omon bo'linglar, bugungi davron boramiz. Assalomu alaykum, hurmatli qadimiy va hamisha navqiron Samarqand viloyati, Samarqand shahrining madaniyatsevar ahli. Shu Farmon aka, Rustam aka hozir ko'rib ko'zim quvonyaptiki, yoshligim o'sha esim kelyapti. Bu san'at saroyiga Hamid Olimjon teatriga bilet topolmasdik. Biz kirishda bu teatrlarga, konsertlarga bilet topolmasdik. Hozir Xudoga ming qatla shukr, qaytib kelib shu jonlanib Hamid Olimjon teatri hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan qaytadan ta'mirlandi. Mana hurmatli viloyat hokimimiz Aziz Muzaffarovning tashabbuslari, Rustam akaning tashabbuslari bilan bu yerda qator teatrlar, konsertlar bo'lyapti. Bu haqiqatan bir juda quvonarli narsa desam arziydi. Chunki madaniyatsiz inson bu kelajak yo'q. Madaniyatsiz xalqning kelajagi yo'q. Mana shuning uchun men avvalambor kasab uyushma rais sifatida targ'ibot tashkilot qilaman. Mana shu yerda Hamid Olimjon teatridagi boshqa teatrlarimizdagi spektakllarga, konsertlarga qatnashishlaringizni, qolaversa hammalaringizni Navro'z bayrami, Ramazon oyi kelayotgan ertangi hayit bilan tabriklab, bu aytishuvdagi ikkita do'stlarimiz Azimjon ham, Bekmurod ham biz yoshlikdan katta bo'lgan do'stlarimiz. Mana shu yerda davrada, to'ylarda birgalikda, konsertlarda birgalikda bo'lgan aytishuvlar men juda ko'rib xursand bo'ldimki, mana shunaqangi bir ramziy ma'noda musiqiy bellashuv. Farmon aka aytganday bu yerda g'olib yutqazgani yo'q. Shu o'zi tashkillashtirgandan o'zi katta g'alaba, katta muvaffaqiyat. Mana shuning uchun mana shu butun jamoaga, mana san'atkorlarimizga ham, sozandalarimizga ham muvaffaqiyat tilab, tinglovchilarga yaxshilab tinglab olishlaringizni iltimos qilaman. Bizda mana mahallamizda turkman qo'yinlarimiz bor. Hozir kelgan ular ham zo'r tashabbus bilan kelgan, o'zimizni nimalarga nima qilamiz deb muvaffaqiyat tilaymiz. Azimjonga ham, Bekmurodga muvaffaqiyat tilab, viloyat hokimi Aziz Muzaffarov nomidan, mana Rustam aka, Farmon aka nomidan bu ikkala jamoaga aprel oyi bo'ladi, may oyi bo'ladi, bu qaysi oy bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekistonimizning viloyatlari bo'yicha bepul sayohat viloyat hokimligi nomidan sovg'a qilinadi. Buni o'zlari aytishadi, qaysi viloyat desa o'shani tashkillashtirib beramiz. Mana kasaba uyushmasi, bizlar mana bu yil nasib bo'lsa kasaba uyushmaning 120 yillik harakati bo'ladi, hurmatli do'stlar. Shuni mana Abdunabiy aka bilan gaplashib, teatr jamoasi bilan gaplashib, shu yil maqom kechalarini bir nechtasini o'tkazish, teatr kechalarini o'tkazish nima qilganmiz? Kasaba uyushma hamkorlikda. Shunga taklif qilamiz. Kerak bo'lsa biletlarni ham bepul qilib beramiz, faqat kelinglar, qatnashinglar, shu madaniyatimizni ko'taraylik, teatrga, konsertga bo'lgan e'tiborimizni kuchaytiraylik. Shuning bilan ana shu ijrochilarga muvaffaqiyat tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohim hammamizni bizlarni keyingi yil
Shu Ramazon oyigacha yetkazsin, amon bo'linglar. Rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aytishuv ko'rsatuvi aziz do'stlar 2006-2007 yillarda viloyat hokimining tashabbusi bilan shaxsan mana shu Farmon Toshev boshchiligida mana shu sahnada boshlangan edi. Ustoz otangdek ulug' deb bejiz aytmaydi xalqimiz. Men Farmon Toshevning oldida doimo boshim yerga tegguncha ta'zimdaman. Men bekorga tog'a demayman u kishini. Hammalaringizga katta rahmat aytgan holda konsert dasturini boshlashga ijozat etgaysizlar. Haroratli, nurli, o'tli yil bo'lsin. Bosgan qadamlaring qutlug' yil bo'lsin. Yurtni xizir kezgan yangilik yil bo'lsin. Sadoqat keltirsin. Ushbu sanatim nurlarga to'ldirsin. Ushbu sanatim Bekmurod Safarov 1960-yil 24-iyunda Pazarg'on tumani Novchandir mahalla fuqarolar yig'inida tavallud topgan. Ma'lumoti oliy. Shuhrat medali sohibi. Birinchi qo'shig'i Libat ijro etadi Bekmurod Safarov. Marhamat.
Mening shu tilagim aziz onlarni, qishloqlar, shaharlar, gul makonlarni, el yurtga to'y bergan xonadonlarni nurlarga to'ldirsin. O'zbek san'ati sadoqat keltirsin. O'zbek san'ati. Azimjon Quvandekov 1966-yil 19-iyunda Oqdaryo tumani To'lon mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Arba qishlog'ida tavallud topgan. Ma'lumoti oliy. Birinchi qo'shiqi Tabiat. Ijro etadi Azimjon Quvandekov. Marhamat. Sarvon ham
Ben ise tutamam seni sağlayayım. Eşitsem şarpayni vücudum titrer. Sağıştı yığılarını tebreter kalbim. Eşitsem şarpayni vücudum titrer. Sağıştı yığılarını tebreter kalbim. Tabiatga zor bo'lgan bu borlik kabi men ham zor bo'laman seni sog'inib. Men ham zor bo'laman seni sog'inib. Allah'ya min bora şükür kılamam. Menga qilgan ushbu muruvvatingga, menga qilgan ushbu muruvvatingga
yumushlaringni. Amring ado etay toki jonim bor. Boshimga olayin tashvishlaringni, qadoq qo'llaringdan o'tayin takror. Aziz do'stlar, san'atkordek baxtli insonni, baxtli kasb egasini o'zi bo'lmasa kerak. Sababi yotganda ham, turganda ham faqat elimda to'y bo'lsin, xalqimda yaxshi kun bo'lsin deb niyatlar qilishadi. Mana shu yo'lni 17-aprel kuni soat 18:00 da xuddi mana shu san'at saroyida Shahzod Qandimov hamda Alisher Obulqosimovlarni xuddi mana shu 3-son ko'rsatuvi bo'lib o'tadi. Siz barchangizni ana shu konsert dasturiga, teletanlovga taklif qilamiz. Hozir esa Alisherjon Obulqosimov o'rtasidagi bitta qo'shiq ado qilamiz. Marhamat. Olqishlar eshitilmayapti, faqat qarasak ikkita san'atkorlar. Marhamat.
Sirli osmon tog'iga bir alışır ladasıya aksana bir değil cahan şehriye ülkine buldu. Şah-ı Sultan Uzbeki Rıza Babur sanıflar ağlamızlı soldu Şah Meşref ağlasın. Aydan olsun boşta tuttum Bazılarsan girdim Ağlamına Ağlam gitken Men başar arzandımam Lekin ama sevgan olsa Sağlık olma
cahon elga g'ayri bir jahon lekin iyilik yomon bor ko'ksing osmon o'zbegim bu qasida senga xalqim oqsu tuz hurmating erkin o'g'ling qabul et o'zbegim jon salomat bo'ling. Andisha til ijro etadi Begmurod Safarov. Sözüm ağla yavrunay andişatır Eken bu sözüm ağla yavrunay andişatır Kılmasa sözün kabul Ezin aldınay andişatır Kaldına tebeynama Azaldığın nişatın Bedler dil kârına Bizi aldığın nişatın Özme gül ki külde gül Külde aldığın nişatın Herkese anam milletli bilgen namına Kaşa kirpiden ağlıktım içti aldan kanına Verdi merdimi bize ağlayan nişanım her sözün merhametlidir Razı bildi açmalar her kim sana imerdir Akıl etsen meremi asla akla endişen
Bekmurod Safarov. Sürtün aşırı Avrazi'de sürüle oynar. Sürtün aşırı Avrazi'de sürüle oynar. İngil beşeği yoktur sürüle oynar. Boşluk günün lafını edip diye besleyin. Beklidir ana Seti yüzlükle oynar. Beklidir ana Seti yüzlükle oynar. Dubrof, Tampas, ijro etadi Azimjon Quvonbekov.
Bas haylab amniş gitsana bahar saray zin afşalan Bülbül çemenden ağlatır Bir sebep yemez Gül ağacınca Tanşa tüken Rahatlaşan astindedir Amir güvah Altın gümüş hem otga düşür
Ko'pchilik teletomoshabinlarning talab dastaklariga binoan Mirzo Boburman ijro etadi Azimjon Quvonbek. Ey kızım kıldım ki dimoriga
Yerimde gadolik tiladim jonli Büyük yiğit silingan Shoh sultoni Bilsem Boburman Bilsem Boburman Büyük yiğit silingan Shoh sultoni Bilsem Boburman Bilsem Boburman Bilsem Boburman Hurmatli ko'p tomoshabinlar,